Mana. Mana bunday qilib bugungi nimamiz mana shunaqa ishlar bo'ldi. Mana shaftoliga figura berdik. Mana Botir akam. Qanaqa bor? Tozalangan. Botir akam eng katta abresiv mana shu odam. Mana shu odamni ko'rsatmasi bilan mana shaftoli nimaday qilib vazasimon shakl berib qo'ydi. Mana Mansur Bey degan yigit mana. Bog'bonlarda eng kattasi mana shu yigit bo'ladi. Bugungi kunimiz mana shu joyda shu bog' bilan o'tdi. Manalarda qilmabsiz o'shab, manalarda. Biz gapirsak borib olsan-da, gapga qiziqiblar. Mana. Mana shunday qilib vazasimon qilib, chiroyli qilib figuralarini chiqarib qo'ydik. Endi bunga nima qiladi? Bitta mana tanasini hozir yelim mana shu narsasiga ISO degan narsa bor. Oltin gugurt bilan oqaydi. Eritmasi, aralashmasi qaynatib turib, o'shandan nima qilinadi? Purkaladi. O'zini uni ham nimasi bor, dozasi bor. Mana agressiv bola mana bunday qilib nima qilyapti. Hozir endi Mahmud aka, ana Sergovdagi Mahmud aka men siz uchun olyapman bu nimani, videoni. Qarang, haligi Mansur Bey degan nima bo'lardi? Shopir ukamiz bo'lardi, bizni olib yurgan. O, nimalarga ham, Buxorolarga ham olib borib kelgan. Ashi bolani haligi aytgan nimasi mana. Behi. Mana shu behi, men qarang. Qo'yinki mana shunday ketganda endi mayerga ekilmaganmi Mansur? Mana shu yerda hozir 17 ta tup, 18 ta tup deyapti. Mana shunday joylashgan. Men qarang, behi mana. Mana shu behi. Nimagacha ketgan nariyog'i. U yog'i terakzor, mana yangi ekkan nimasi ekan, ko'chat ekan. Endi bugun nima qilmaymiz, ulgurmaymiz. Xudo xolasa ertaga bu yarim soat, 1 soatlik ish qoldi-da endi. Keyin ona bog'larni tagini nima qilamiz? Hali matapilani olib kelib anaqa qilsak, ashi bog'ni taglarini ham onaqa tagidan chiqqan 5 onaqa bo'lib yotganlarni ancha-muncha kesib nima qilib qo'yamiz, olib qo'yamiz. Mana shu yerdan 10 million, 11 million so'mlik behi sotilgan bu yil. Hozir uyda endi yeganga yana bir 200 kilo, 150 kilo, 100 kilo, 150 kilo behisi bor ekan uyda. Hozir endi oshga bosib, bugun osh qilib berdi. Hali yangi nima qilgan, o'g'lini uylagan kelin olganda bu ham. O'sha kelinni, yangi kelinni qo'lidan osh yeyishan mana nima qildi, nasib qildi. Men qarang mana. Mana bunday turibdi mana behilar. Bu endi tagiga tushgan halinaqa mayda nima bo'lib qolganda. Yozda kelib ko'rdim men. Qurt pashti kamda, qurt pashti kam. Yo'qday qurt. Menga o'zimga ham berdi. Olib keting aka. Osh qilib, osh qilganda bosatda keliningiz olib borib bersangiz dedi. Ana shunda nima qildim? Olib ketdim. Katta men olgan nimalar behilar endi. Haliginda nima qilgan bo'lsanglar, televizorda ko'rgan bo'lsanglar, mening yurtim hali 5-kanalda Oribjon nima qildi? Aytdi-yu. Behi 1 kilogacha bo'ladi. Men garantiya beraman deb. 700-800 gramlik behini o'sha televizorga chiqib ko'rsatdi. Hali artistlar bilan bir nima bo'lgan ekan, haligi Dilfuza nima Ismoilova degan xotin bo'ladimi? Ha? Ash xotinlarni ham chaqirgan ekanda mening yurtimga. Ashlar bergi jurnalistlar savol berdi-da, Mansur. Behi eng katta bo'lgani qancha bo'ladi bitta donasi desa, hali quvali bolalar borgan ekan, ular yarim kilo bo'ladi deb nima qiladi? Oribjondan so'radi, keyin yarim kilo bo'ladimi? Yarim kilodan ko'p bo'ladi. 1 kilogacha men ko'zim bilan ko'rganman, biz yetishtirganmiz. Mana hozir olib keldim deb ko'rsatdi-da, televizorda bir 6 ta dona olib borgan ekan. 830 gram, 900 gram ashunaqa Mansur donasi behini. Bunday qilib olib borib ko'rsatdi-da Oribjon, hali sen taniysan meni oshnam. Quvadagi, Shrederdagi uyigacha borgansan, ana shu odam televizorda chiqib ko'rsatdi. Ana shunaqa bu bog'ni qilgandan keyin jinday bunga endi uncha nima ham bo'lmaydi. Qarava manaqa. Lekin ama suv suvroq bo'ladi, ha behi. Behiga ko'proq suv bo'lish kerak. Oqova suv bo'lsa, tagidan oqib turadigan. Pishga yaqin. Ha. Suv har kuni oqa olish kerak. Ana. Pishga yaqin deydi. U endi kattarib nima bo'ladi-da? Kattasi keladi-da.
Ha 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 ha. Ha 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 ha. Dorilanadi. 3 marta yaxshi yuviladi, bo'ldi. Bu 5-6 marta dorilanadi. Ha ha. 3 marta zahar bilan tanasi yuviladi. Ha 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 ha. Erta bahorda nima bilan bir siyla yuvibpas, haligi nima bilan? Nima deydi? Agrafen degan narsa bor, yana bir nimalar bor. Endi u nomlar qo'yilgani o'zi asli ISO. Sostavi oltin gugurt bilan o'ldirilmagan ohak bo'ladi. Shuni qaynatib eritmasini olinadi. 6 kilo misol uchun 100 litr ISO tayyorlash uchun 6 kilo oltin gugurt ketadi. 3 kilo ohak ketadi, o'ldirilmagan ohak. Qaynatiladi. 1 soat davomida qaynab, haligi nimani o'zini shkalasi bor, o'lchovni, suvni o'lchovini nima qilib qaynagan sari bug'lanadi-yu, o'shini evaziga qaynoq suv quyib turiladi, mansur. Keyin ana shu narsa 1 soat, aslida uni 1 soat ichida qizil hali qora choyni damlab qo'ysang nima bo'lib ketadi-yu, qizarib. Xuddi ana shunaqa nima beradi, belgi beradi. O'zini shkalalari bor, uni ham qancha nima bo'ldi, qancha gradusli bo'ldi degan nimalari bor. Ashularga qarab nima qilinadi. Mahmud aka mana behi, mana men sizga aytgan joy mana shu joy. Mansurda nimasi, hali behi anaqasi mana shu yer bo'ladi. Mana uni ham menda qilib nima qilib, hali cholg'uroqmi bir nima anaqa qilib olib tashlasang bo'lar ekan. Ha? Tozalanadi mana bahor keldi. Ha, ertaga onondan nargindan ertaroq nima qiladigan bo'lsak, o'roq-poroq berginaqa nima bo'lsa, ha? Haligi nimani matapilani olib kelaymi? U bu narsalar, ona narsalarda o'naqa bema'ni o'sib yotgan narsalarni kesib, ha? Xudo xolasa, mana shunaqangi gaplar. Endi bu nima, mana video juda ko'p nimaga ketadi. Buni endi bitta Mahmud aka emas, mana nimada hali Olmatadagi Uyg'ur olimjon do'stim, senga ham ko'rsataman, jo'nataman. Hali Qirg'izistondagi Aravondagi Orzu Muhammad aka degan odamlar bor. Biz bilan nimada Toshkentda birga o'qigan bog'dorchilikda. Xo'p, yana kimlar? Mana Buxorodagi og'aynilar, Surxondaryo, Qashqadaryo, jamiki O'zbekiston Respublikasining nechta viloyati bo'lsa, hamma viloyatdan bizda o'sha bog'dorchilikda o'qiganmiz. Ana shular hammalaring ko'rib, bunday nima qilib, hozir endi men Madaliyev Qurboyman. Mana o'zimni ham ko'rsatib qo'yay. Mana shu odamman men. Hozir mana shunday ishlar bilan shug'ullanib, bugun mana nimaga ukamikiga kelganman. O'tganda bog'ing nima bo'ldi desam, ha turibdi deb nima qilganini eskitdan o'zi kesib yurardi. Bundan oldingi bog' bir boshqacha bog' bo'lgan u. Bir boshqacha bog' bo'lgan. Manaqa nimalar ko'rgan odam bozorga chiqqanda oqsoqoldi. Endi mana oqsoqol rahmatli bo'lib o'tib qoldi. Bozorda sotganda maqtab olar ekanda, "Tog'a, shoptolingiz boshqachada siz" deb. Katta yirik chempionmi desa o'tda? Chempion bo'lar ekan, manaqa banka bekitgani. Mana mahallasi ham kelib nima qilaverar ekan, olaverar ekan. U nima ham olaverar ekan. Mana shu joyda to'lig'icha mana shu yerda 30 sotik, 35 sotik, 40 sotik yerda nima bo'lganda, bog' bo'lganda, hozir endi mana uni kechaginda bir 3 yil bo'ldi. Nimadan olib kelingan? Quvadan olib kelingan. Quvadan olib kelingan 3 xil sort chiqibdi. Bu yerda Oliyor shoptoli ham bor. Tukligi bor, chempion bor, ertankisi, kechkisi, ot yog'isi bor. Hali Elbert Ranni deb qo'yadi ot yog'ini. Shunaqa sortlar ekan. Har xil 3 xil sort ekanda mana shu. Hozir u yoq bu yog'i 30 tup, 35 tup meva beradigan shaftoli bor ekan. Ko'chirib qo'ydik. Narigi tomonga ana yangi bog' bo'lgan 100 tup ekib qo'ygan. Shu u sortali Eldardan oldingmi, nimadan? Quvadan? Chempion bilan Krasnoy Moskva ekib qo'yibdi. Endi uni ertaga nima qilamiz? Xudo xolasa bunday yurib abreska qilamiz. Hali figura nima qilinmagan, berilmagan. Endi birinchi martada boshqa figurasini o'zimiz bersak boshqacha bo'ladi. Lekin mana u ham yomon bo'lmagan Orifjon bitta nimani aytib pas, maslahatni berib pas bunday qilib. Mana shunday qilib vazasimon qilib kesdik. O'rtada nima yo'q. Endi bu olma emas, to'g'rimi? Lider shoh qo'yib o'rtadan chiqargani. Shoptoli shunaqa bo'ladi-da, kosasimon, vazasimon shakl beriladi. O'rtasidan shamol yursin, oftob tegsin, shu maqsadda. Mana shunday qilib nima qildik? Kesib qo'ydik. Mana Orifjon, siz ham nimangizni aytasiz, bahoyingizni aytasiz.
Telefon nomerim bor, telefon qilib aytib qo'ysangiz ham bo'laveradi do'st. Yaxshi ekan, yomon ekan degan fikringizni bildirib qo'yasiz. Mayli, tinch bo'linglar endi. Ha, mana shunday qilib bugungi nima ham o'tdi mana.